Mansur aka, tinchlikmi? Nima xomussiz? Biz ham qachon odamlarga o'xshab dam olamiz bunday? Tinchlikmi? Nima bo'ldi aka? Nima muammo? Odam charchab ketdi. 6 oydan bas tinim bilmasdan ishlaymiz. Nigirlar ham dam olyapti hozir. Bo'ldi aka, dam olish kerakmi? Albatta. Bekbol jamoasini bitta yig'asiz aka. 6-aprel kuni sizlarda bir toq qolib chiqaman, bo'ladimi? Bo'ladi, zo'r. Buning uchun nima qilasiz, bilasizmi? Nima qilaman? Mana shu obunachilarimizga iltimos qilasiz. Obunachilarimizdan so'rab qolamiz. Yurechalar qizartirib qo'ying. Sizlarga juda yangiliklarimiz katta. Bundan bag'aga bonuslarimiz bo'ladi. Xudo xolasa 6-aprel kuni Bekbol jamoasini hammalarini toqqa olib chiqib bir yangi ideyalar, yangi g'oyalarimizni sizlarga ko'rsatamiz inshaalloh. Duo qilib turasizlar. Kommentariya, like, podpiska bosib turasizlar. Sog' bo'linglar. 6-aprel. Bekbol sifat ustunligi.